Leksimizi davamlaştırmaya hürmetlik vatandaş. Bugün Çistağa 2021 yıl 4. ayının 23. günü. Yukarı leksiyalarına devam. Kanunlarga oturup koyup dedik mi? Amerika halkılık ben texniki sahası tadqiqatni mablag' bilan ta'minlash orqali aloqador sohada jungo bilan qarshilashni maqsad qildi. Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komiteti 4-ayning 21 kuni 20 parcha millatning qo'shilishi va bir parcha millatning qarshi turishi bilan umumiy son bilan qo'llab qaror qilgan natija orqali degidek umumiy son bilan qo'llab qaror qilgan natija orqali strategik raqobat qonuni ma'qullandi. Bu qonun loyiha Washington, Beijing bilan umumiyuzlik raqobatlashishni e'lon qilgandan keyin ikki partiya a'zolarining bu yil tunji qatim Beijingga qarshi o'rtaq qonun loyiha o'tirg'a qo'yib, intayin qattiq qonun tuzganligi bo'lib hisoblanadi. Strategik raqobat qonuni. Strategik raqobat qonuni partiya guruhlardan olqigan kuchning tirishchanlik ko'rsatishi orqali mislsiz darajada qonun tuzish tadbirining o'tirg'a chiqishi. Endi Tinch okeani strategiyasi uchun Amerikaning barliq strategik siyosatlarini, jumladan iqtisod, diplomatiya siyosatlarini ishlatgandala, jungoning bizning davlatimizning iqtisodiy bexatarligiga paydo qilgan xiristlarga haqiqiy taqobil tura olamiz deb ko'rsatildi. Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi senator Bob Menendez yig'inda bunday ko'rsatdi. Bu daqiqalar bizning birdek taqobil turish strategiyamizdir. Biz Amerikaning rahbarlik o'rnini qaytadan turg'izib, raqobatni jungoning ustidan g'alaba qiladigan iqtidorimizni o'stirib, hamda Amerikaning diplomatiyasini bizning yadrolik qimmat qarashlarimizning ustiga qo'yishimiz kerak. Senator Bob Menendez bunday ko'rsatdi. Amerika hozir jungo paydo qilgan tahdidlarni cho'nqur muhokama qildi. Lekin mohiyatli taqobil turish kamchil bo'ldi. Bu bir parcha strategik raqobat qonuni Washington, Beijing to'g'risida siyosat belgilaganda asos bo'ladi va nishon ko'rsatib beradi. Cheksiz chegara qonuni. O'xshashli bir vaqtda senator Chuck Schumer haftaning 3 kuni yangi bir qonun loyiha, cheksiz chegara qonun loyihasi o'tirg'a qo'ydi. Bu qonun loyihada kelgusi 5 yil ichida $1 milliard mablag' sarflab asos qurilish shakllik, ilg'or fan texnikani tadqiq qilish hamda $10 milliard ajratib butun Amerika doirasida rayonlik texnika markazi qurishni taklif qildi. Jungo bilan endi Tinch okeani rayonida hatto butun yer sharida raqobatlashish. Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetchilar partiyasi ikki partiyaning birdak nishoniga aylandi. Strategik raqobatlashish qonuni va cheksiz chegara qonuni navbatda partiya guruhlaridan olqigan qo'llashga erishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden ma'muriy doiralar yuqorqi ikki parcha qonun va tadbirlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Senator Marco Rubio Amerika ovoziga bunday ko'rsatdi. Bu ikki parcha qonunni birdek ovozga qo'yishni chetga qoqmaymiz. Senator Marco Rubio yana bunday ko'rsatdi. Strategik raqobatlashish qonuni bu faqat diplomatiya sohasini ko'rsatdi. Cheksiz chegara qonuni bilan bir-birini
talaqlaydı dep görsetdi. Senatar Marco Rubio.